Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 17 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.105 so'm 56 tiyin bo'lib 24 so'm 45 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.232 so'm 51 tiyin bo'lib 12 so'm 97 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 152 so'm 56 tiyin bo'lib 48 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 48 tiyin bo'lib 6 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 138 so'm 39 tiyin bo'lib 27 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.